Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun Bog'iston 3 ga keldik. Mana uyni qaranglar. Aka, videomizni ko'rsangiz rozi bo'ling, lekin havas qildim uyingizni. Mana shu bog'imizni 20 sotix joyida hozir sizlarga obzorini qilib beraman. Hurmatli obunachilar, 3-Bog'istonda yo'li bo'yidan 150 metr kirganingizda, mana 3 ta xonasi 20 sotix joyimizda arzon gaplashib qo'ydik. Rosa oladigan joyi qaranglar. Где-то 30-40 tup urigi bor, 70 tupdan ko'proq gloslari bor, har xil. 300 tup teragi bor. Lekin hovliga vaqtim gap yo'q. Qaranglar, glosda xili, mevaga bular kirgan payti bor, pulni tagida qolib ketasizlar. Mana teraklari qaranglar, o'zi katta. Uzunligini qaranglar, joyda. Rosa ham uzun. Mana qaranglar. Tezda ulgurib qolinglar. Bunaqa arzon joyda topishni o'zi qiyin. Pulingizni band qilib qo'yasizlarmi yo dehqonchilik qilasizlarmi bu yerda? Kelib yashaysizlarmi? Umuman muammosi yo'q-ku. 3 ta xonasi tayyor. 20 sotix yer, 300 tadan ko'p teragi bor. 40-50 tup urigi bor. 60-70 tadan ortiq glosi bor. Bu joyda akamiz qancha narxi desa 25 ming deb turishdi. Mana sizlar uchun chin yurakdan talashib 18,5 ming qilib qo'ydik. Yana oz-moz sunnatga o'tib berishadi. Bunaqa zo'r joydan, bunaqa narxga, bunaqa joy topish qiyin. Mana qaranglar, daji katta sifat qilib uylarni qo'yishdi qo'shnilar. Tezda ulgurib qolinglar, pastda raqamlar qoldiraman. Aloqaga chiqib baraka qilinglar. Katta yo'ldan где-то 150 metr kirganingizda o'sha bog'imiz, mana pastdansa drenajlar hamma yoq joyida. Svet, gaz, suvdan umuman muammosi yo'q.